Bugun yana bir noodatiy holda sizga yoritib bermoqchimiz. Dilshodbek o'quvchimiz O'zbekistondagi eng nufuzli universitetlardan ikkitasiga 100% grant va Amerikadagi universitetlardan ham kattagina scholarship yutganlar, lekin bular hammasini отказ qilib, o'zlari boshqa universitet, boshqa davlat tanladilar. Batafsil Dilshod o'zidan so'raymiz. Ismim Dilshod, IELTS 7, SAT 1370 sohibiman va mana shu sertifikatlarim bilan chet el universitetlariga topshirgandim, Amerika va Malayziyaga, lekin Malayziyani tanladim. O'zi Amerikada opam o'qiydi, 3-kurs talabasi, baribir Malayziyani tanladim. Chunki birinchidan, xuddi o'sha top 300 ga kiradigan universitetlar faqat narxi ancharoq arzon, 3-4 barobar arzonroq. Va madaniyatga keladigan bo'lsak, ular musulmon va xushmuomala xalq bo'lgani uchun juda ham bizga yaqin Amerikaga qaraganda. Mana shu variant tanladim. Va bu variantni menga tavsiya qilgan Dilshod akaga rahmat. Juda ko'p universitetlar bizda varianti bor edi, lekin Dilshod bilan o'ylab, bularni talablari, bularni istaklaridan kelib chiqib, mana shu universitetni tavsiya qildik. Bular o'zlari ham o'rganib chiqdilar va baribir UCSI dunyoning eng yaxshi universitetlari top 1% ligida turadigan UCSI universitetini tanladilar va bugun bularni kuzatib qo'yamiz. Bizning xizmatimizga umuman Boran Consulting haqida nima deysiz? O'zi konsaltinglardan ko'p foydalanmaganman. Bu birinchisi. Instagramda ko'rib qoldimda, qani negadir to'ldirib ko'raychi deganman-da. To'ldirib ko'rib, keyin telefon qilib chaqirdinglar, borib ko'rdim. Uzoq suhbatlashganimizdan keyin mana shu universitetni tanladik. Keyin topshirish jarayoniga keladigan bo'lsak, umuman qiyinchilik bo'lmadi. Polni men advisorlar bilan yoki universitet bilan to'liq aloqada bo'ldi o'zlari. Va turar joyni ham birga hal qildik. Turar joy masalalari ham, bilet masalalari ham, hamma kontaktlarni olganman bu yoqda. Scholarship masalalari ham hammasini Dildora sizga to'liq hamroh qildi. Shunaqa bo'ldi. Siz ham chet elda eng yaxshi universitetlarni o'zingizni ehtiyojlaringizdan kelib tanlamayotgan bo'lsangiz, bizga murojaat qiling. Biz ham sizga Dilshodbekka o'xshab yordam qilamiz. Salomat bo'laylik. Sizga esa oq yo'l. Rahmat.